Sharq Turkistonda ota-onalar lagerlarga va turmalarga solinayotgan bir paytda Xitoy kommunistlari ularning kichik qolgan bolalarini boshlang'ich va yasli ma'rifi degan chiroyli nomlar bilan bir yerga to'plab, butun muhitdan ayirib, hech kim bilan aralashtirmay, sirtqimi chiqarmay, qapsab tarbiyalayotganligi ma'lum bo'lgan. Bu narsalar har kuni kechda ota-onalarimizni ko'gimiz keldi deb yig'laydi ekan. Buningga mas'ul bo'lgan xodimlarmi charchab kerakdan chiqqan. Bularning kichigi 1 yosh bo'lib, Lopnur nayisidala atalmış farishta yasilsidan 11 bor ekan. 7 yoshdan 16 yosh bo'lgan o'smirlarni qo'shmoq oilasidagi Xitoylarga topshirgan. Ular cho'shqa go'sht yegizgan, Xitoycha kiyindirgan, urf odatlarini singdirgan. Erkin Osiyo radiosunun xabarida Xitoy hukumatining Sharq Turkistonga ko'plab Xitoy ko'chmanlarini yo'tkab, lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning o'rnini to'ldirmoqchi bo'layotganligi oshkorlanmoqda. Xitoy hukumati 2019 yil ichida Sharq Turkistonga Xitoy o'lkalaridan 20 ming nafar Xitoy o'qituvchi, ma'muri, ishchi yo'tkashni planlagan. Xitoy xabar to'rining 26 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Ma'rif ministrligining 10 ming o'qituvchi orqali Tibet va Sharq Turkistonga yordam berish nomli siyosatiga asosan ep berildi ekan. Mazkur planga asosan o'tgan yil ichida Xitoy o'lkalaridan universitetni bitirgan 7000 kishi Sharq Turkistonga o'qituvchilikka qabul qilingan. Doiralar bu sonini yanama oshirib 20 ming nafar Xitoyga yetkazishni planlagan. Xitoy o'lkasi bo'lsa 26 fevral kuni 203 nafar yasli o'qituvchisi va universitet o'quvchilarini dog'dug'liq bilan Sharq Turkistonga uzatib qo'ygan. Ular Baying'ulun oblasti va Bingtuan 2-diviziyasiga qarashli shaharlardagi maktablarga o'rnashtirildi ekan. Xibey o'lkasidan yaqinqi 2 yil ichida Sharq Turkistonga avatilgan o'qituvchi soni 9 nafardan oshdi ekan. Atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik doiralar yaqindan buyon turli siyosatlar bo'yicha Xitoy o'lkalaridan odam qabul qilishni yanada tezlatmoqda. Yangi yilning kirishi bilan G'uljinoylik hukumat noya tavasidagi boshlang'ich va o'tir maktablarga Xitoy o'lkalaridan 600 nafar Xitoy tili o'qituvchisi qabul qilish e'lonini chiqargan edi. O'xshash mezgilda yana Chechan noyisida Xitoy miqyosi bo'yicha jami 86 nafar o'qituvchi va 200 nafar ma'mur xodim qabul qildiganligi haqida uqtirish chiqargan. Xitoyning Xinhua agentligi 28 fevral kuni tarqatgan bir xabarda chorshanba kuni 30 ga yaqin davlatdagi siyosiy partiyalarga tava 200 atrofida vakilning Uyg'ur elini ziyorat qilganligini bildirdi. Xinhua agentligining ilgari surishicha, har qaysi siyosiy partiyalar vakillari Urumchidagi cho'ng bozor va Islom institutini, masjidlarni, shundaqla bir balvoq bir yo'l strategiyasi qarmog'ida ochilgan yangi shirkatlarni ziyorat qilgan. Ondan keyin Xitoy hukumatining osonlik millatlar siyosatini og'iz-og'izga tegmay maqtagan. Uyg'ur avtonom rayonlik partiyasining sekretari Chinchongo bo'lsa, bu mehmonlarni kutib olganda Uyg'ur elidagi millatlarning diniy e'tiqod erkinligini to'liq kafolatga ega deb so'z qilgan. Xitoy kommunistlari Uyg'ur elidagi lagerlar sababli xalqaro kishilik huquq organlarining, shundaqla Amerikaning kuchli tanqidiga uchragandan keyin o'zining Uyg'urlarni bostirish harakatini oqlash uchun harakatga o'tgan. Xitoy doiralari bultur 12 oydan e'tiboran Pokiston, Hindiston, Indoneziya qatorli davlatlarning diplomatlarini va bir qism muxbirlarni Qashqar, Xotan, Otish qatorli shaharlardagi atalmış kasbiy mahorat bilan tarbiyalash markazlarini ziyorat qilishga tashkillab kelmoqda. Yuqorqi siyosiy partiyalar vakillarining konkret qaysi davlatlardan kelganligi ma'lum emas. Biroq Xinhua agentligining xabarida faqat Turkiya kommunistlaridan Vatan partiyasining boshlig'i Doğu Perinçek, Nepal Kommunistik Partiyasining boshlig'i Chandra Prakash, Peru Kommunistik Partiyasining boshlig'i Luis Alberto, Sibiriya Sotsialistlar Partiyasining vakili Markovich, Rossiya Kommunist Partiyasi Markaziy komitetining a'zosi Aleksey Liskin va Iordaniya Pokistonning ismlarini tilga olgan. Chet eldagi kuzatuvchilar Xitoy hukumatining oldin planlab o'rnashtirgan chet el siyosiy partiyalarining bu ziyoratiga yaqindan diqqat qilmoqda. Ularning ilgari surishicha, Xitoy hukumatining o'ziga yaqinligi bilinadigan davlatlarning diplomatlarini va kommunist partiyalarining vakillarini taklif qilib, Uyg'ur diyorini ziyorat qildirish orqali amaliyotni burmalamoqchi bo'lganligi behuda urinishdan boshqa narsa emas ekan.
27 fevral Amerika Davlat Majlisining tekshiruvchilari doklad e'lon qilib, Konzi institutlarining Amerikadagi faoliyatlarini to'xtatishni talab qilgan. Reuters agentligining xabarida Xitoy hukumatı Amerikadagi Konzi institutlarini 158 million dollar mablag' bilan ta'minlagan bo'lib, bu institutlar yillardan beri xuddi Xitoy kommunistlarining tashviqot mashinasida xizmat qilgan. Yaqinqi bu dokladni Amerika Davlat Majlisining doimiy guruhi komiteti Konzi institutlari ustidan epag'an 8 oylik tekshirishdan keyin e'lon qilgan ekan. Mazkur guruhning ilgari surishicha, Amerikadagi universitetlarning 70%i Xitoy hukumatidan yiliga oz deganda 250 million dollar pul topshirib olgan. Biroq bu pullar Amerika qonunlari bo'yicha Amerika Ma'rif ministrligiga ma'lum qilinmagan. Xitoy yana Konzi institutlarida ishlayotgan xizmatchilarning nomuvofiq viza turlari bilan Amerika turayotganligini bayqagan. Amerika Davlat Majlisining doimiy guruhi komiteti dokladida Amerika universitetlarida faoliyat ko'rsatayotgan Konzi institutlarining tubdan o'zgartirilishi yoki Amerikadan chiqarib etilishi kerakligi o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy madaniyati va tilini tashabbus qilish uchun qurilgan Konzi institutlari 2004-yildan buyon Amerika, Kanada, Fransiya va boshqa Yevropa davlatlarida nihoyat tez kengaygan. Biroq yaqinqi yillardan buyon Konzi institutlarining faoliyatlari diqqatni qo'zg'ab, Xitoy Kompartiyasi bilan bo'lgan bevosita munosabati va institutlarning Amerika, Kanada qatorliq davlat universitetlaridagi fikr va ilm erkinligi ham shundaqla boshqa sohalarga ta'sir ko'rsatayotganligi kuchli munozara temasiga aylangan edi. Amerika Davlat Majlisining 6 nafar a'zosi Konzi institutlarini o'z ichiga olgan Xitoy organlarining Amerikadagi ta'sir kuch harakatlariga qarshi tadbir elish maqsad qilingan bir qonun loyihasini e'lon qilgan. Mazkur qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisidagi har ikki partiyadan bo'lgan vakillarning o'rtaq qo'llashi ostida tuzib chiqilgan bo'lib, Xitoyning Amerika va dunyoda siyosiy kengaymachilik qilishiga qarshi turishni maqsad qiladi ekan. Bu qonun loyihasi bu yil fevral oyida Davlat Majlisiga qayta sunilgan.